ko'p trenerlar intim gimnastikani mensimaydi-da. Intim gimnastika shunaqa darajada kerak ekanki, bizni ayollarni intim zonasi bilan ham ishlashimiz kerak. Обязательно ishlashimiz kerak. Juda ko'p trenerlar bu narsaga ahamiyat bermaydi. Men rahmat etaman Go'zal Uralovnaga, rahmat etaman Faxriy opaga. Mana shu Faxriy opalar orqali meni nima deydi, ko'zim ochildi. Ayollarni organizmi shunchaki o'yinchoq emasligini tushundim-da. Qancha rosa ko'p o'qidim mana shu intim gimnastika anaqasida. Endi mana konsultatsiyalar berishni boshlab, ko'zim ochilib ketyapti prям. Ayollarni shunchaki o'yinchoq qilishar ekan. Hech qanaqa muammo yo'q, hech qanaqa. Shunchaki trenirovka orqali kirib ketadigan narsaga operatsiya, hamma narsaga operatsiya. Lish bu pul ishlasa bo'ldi. Odam unchalik vijdonsiz bo'lmaydi-da. Jahlim chiqib ketyapti. Mana birinchi marta men konsultatsiyaga odam chaqirishim. 25 ta odam bugun keldi. Ito bittasi to'lov qilmaganlar ham keldi. Orada bu yerda 27 ta cham odam konsultatsiya qildi.